Biz maktabda Mir Alisher Navoiy bobomiz haqida va Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni tarjima qo'llari, asarlari, ma'naviyatimizga qo'shgan buyuk nazr qissalari haqida ma'lumotga egasizlar. Men va yana har yili shu bayramda, mashg'ullarda qancha ma'ruzalar kelib, o'sha Navoiy ijodi, Bobur ijodi haqida sizlarga ko'p qimmatli ma'lumotlar beradi. Men her yili sizlarga eshitadigan, her yili kitoblarda o'qigan ma'lumotlardan boshqa sizlar eshitmagan, sizlar hali nima deydi, qiziqib eshitadigan ma'lumotlarni bermoqchiman. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida dars beraman. Jurnalistlik yo'nalishi bo'yicha o'zim jurnalist ijodkorman asli. Bir kun Afg'onistondan kelgan talabalarimiz savol berdi. Her yıl 8'da 10'da Afganistan'dan gelip bize okut veremiz. Bir tane savol verdi ki, domla Alisher Navoiy hazırda Afganistan'da tug'ilgan. Hirotda. Bugün kabri ham o'sha yerda. Afg'onistonda. Nega o'zbeklar bu kadar boshiga ko'taradi? Bizni bobomiz ko'rdi. Qarang, qanday savol beryapti. Endi o'zbek talabalari ko'zi yonib qarab turibdi menga. Chunki ular demak o'zaro bu mavzuda gaplashgan. Keyin ularga to'g'ri tushuntirdim. Afg'oniston bugun bir boshqa bir davlat. Amir Temur davrida Turon davlatining tarkibida mana bir Namangan va Qashqadaryo viloyatiga o'xshab bitta viloyatimiz hisoblangan. Ve onu o'sha Temuriy zodalar boshqargan. Va yana yerda juda ko'p olimlarga boshqa olimlarimiz ham o'sha yerda hatto ijod qilib, bir qismini hatto qabrlar o'sha yerda qolib ketgan. Rabbi Birovning va boshqa bobolarimiz. Endi bugun Navoiy seniki, meniki emas. Navoiy hammamizni bobomiz deb uning muqaddas nomi, ruhlari bizni birlashtirib turishi kerak degan javobimdan shunaqa talabalardan mazza qildi. Avvallar ham yig'lab oldi-da, xursandligida. Endi Mir Alisher Navoiy bobomiz meni bir dostonim yaqinda chiqadi kitob bo'lib, uni ham sizlarga taqdim qilaman. Navoiy bobomiz 1465-69 yillarda 4 yil Samarqandga kelib ijod qilgan, o'qigan, o'sha Samarqand allomalarini ilm xazinalaridan bahramand bo'lgan inson. O'sha yerda yozgan shunday shoh satrlari borki, o'qisang haqiqatan mazza qilasan. Qarang, mana endi sizlar ko'p ko'rgansizlar, ayniqsa yuristlar ko'p ko'radi. Shunday onalar bor. Bolasini qilig'idan aziyat chekib bir gap aytadi. Seni tuqquncha bir kuchukni tug'sam bo'lmasmidi? Seni tuqqandan ko'ra bir itni tugsam bo'lmasmidi? Nima qilig'ing bu? Vatanga xiyonat, xalqqa jabr keltiryapsan degan onalarni eshitgansiz. Mana shunday bir nihoyatda bir chuqur ma'noda yozgan satrlarni qarang. Tuxum yerga tushib chechak bo'ldi. Qurt jondan kechib ipak bo'ldi. Lola tuxumicha g'ayrating yo'qmi? İpek qurtichalik himmating yo'qmi degan satrlar. Buni ma'nosi shunday. Shunaqa bola bu tug'ilgandan ko'ra, zarar kunanda bo'lgandan ko'ra, qurt bo'lib tug'ilsang bo'lmasmidi? Qurt bo'lib yaralsang, qurt bo'lsang nima bo'lardi? Pilla qilardi. Pilladan ipak qilardi, atlas ko'ylak qilardi, opa-singillarga sovg'a qilardi. Shu qayta foydaliroq bo'lardi. Bunaqa zarar kunanda avlod bo'lganidan ko'ra deyapti-da. Yo
yoki gulning urug'i, tuxumi bo'lganingda seni bundoq bir ekib qo'yib gulzorga aylantirmasmidik? Gullarni mana bu talabalar o'qishni bitirayotgandagi oila qura boshlaydi, endi muhabbat fasli boshlanadi, o'zimizdan bo'lganmiz bir paytlar. Amunda bir gullarni olib 2 yoshning to'yiga olib borib, to'ylarda she'r aytsak bo'lmasmidi? 2 dil etishdi paymon, bosh egib muhabbat azmiga, gulga gul qo'shilsa davralar aylanar gullarning bazmiga. Bu